Mavzuyimiz differensiyallash qoidalari bo'ladi. Undan keyin hosila olish jadvalini, ya'ni differensiyallash formulalarini tushuntirib beraman va bu formulalarga doir har biriga doir bittadan misol bilan tushuntirib berishga harakat qilaman. Xo'p, birinchi asosiy qoidalari differentsiyallashni. Agar ikkita funksiya yig'indi yoki ayirma ko'rinishda berilgan bo'lsa, yig'indi yoki ayirmaning hosilasi hosilalar yig'indisi yoki hosilalar ayirmasiga teng. Ya'ni yig'indi yoki ayirmada funksiyalardan alohida hosila olishimiz mumkin ekan. Ikkinchidan, agar funksiyalar ko'paytirilgan bo'lsa bir-biriga, uni hosilasi alohida hosila olish bilan bo'lmas ekan. Demak, u ko'paytirilgan v ikkalasi ham bu yerda funksiyalardan hosila birinchi funksiyadan hosila olib ikkinchisini o'ziga ko'paytiriladi plus birinchisini o'zi ikkinchisidan hosilaga ko'paytiriladi. Va mana shu holatda demak ko'paytmani hosilasi hisoblanadi va mana shu formula ikkinchi formula ko'paytmaning hosilasi formulasi deyiladi. Endi xususan bu yerda bitta funksiyani o'rnida o'zgarmas son kelsa, songa tegilmaydi. Chunki bitta qismi sondan hosila 0 bo'lib ketadi, bitta qismi butunlay 0 bo'lib ketgani uchun faqat o'zini oldidagi sonni o'zi qoladi va funksiyani o'zidan hosila olib qo'yiladi. Endi bo'linmadan hosila bu yana butunlay boshqa formula. E'tibor beramiz suratiga. Birinchi suratidan hosila olib mahrajiga ko'paytiriladi, minus qo'yiladi, keyin suratini o'zi mahrajidan hosilaga ko'paytiriladi. Va mahraj esa kvadratga oshiriladi, ya'ni v ning kvadrati bo'lib qoladi. Va mana shu formula, uchinchi formula bo'linmani hosilasi formulasi deyiladi. Va endi xususan bu yerda ko'p ishlatiladigan formulalardan agar mahrajda v ni o'zi kelsa, yuqorida o'zgarmas son bilan mahraji kvadratga oshiriladi, lekin suratida minusdan c bo'ladida, o'sha mahrajdagi funksiyadan hosila olib qo'yilsa bo'ldi suratida. Xo'p, to'rtinchi formula, bizda bu to'rtinchi formulamiz, xo'p, agar funksiya teskarilanuvchi bo'lsa, ya'ni y barobar fx, shu yerdan x ni topib bo'lsa, ya'ni x barobar qanaqadir phi y teskarisi bo'lsin. Teskari funksiyalar. Hosila olish qanaqa bo'ladi? Demak, y dan x bo'yicha hosila olsak, birinchi safar y berilgan bo'lsa, y barobar degan funksiyadan x bo'yicha hosila olsak, bu bir taqsim x dan y bo'yicha hosilasiga teng ekan. Ikkalasi bir-biriga teng chiqadi. Ya'ni bu degani nima degani? Masalan, x dan hosilani topishimiz uchun y bo'yicha hosiladan foydalansak bo'ladi yoki teskarisi. Y bo'yicha hosilani topishimiz uchun agar x bo'yicha hosila berilgan bo'lsa, o'shandan foydalansak bo'ladi. Beshinchi formula bu murakkab funksiyani hosilasi, ya'ni y barobar f u ko'rinishidagi funksiya bu. Bu yerdagi u ni o'zi ham yana bitta fix ko'rinishidagi funksiyadan iborat bo'lsa, bunda bu funksiyadan x bo'yicha hosila qanaqa olinadi? Birinchi tashqi funksiyadan olinadi, y dan u bo'yicha, ichki funksiya bo'yicha, keyin ichki funksiyadan x bo'yicha hosila olinadi va ikkalasi bir-biriga ko'paytiriladi. Va mana bu 5-chi formula demak murakkab funksiyaning hosilasi deb atalar ekan. Xo'p, ana endi hosila olish jadvaliga kelamiz. Hosila jadvaliga, ya'ni biz har doim ham limit yordamida hosilani hisoblamasdan tayyor formulalardan foydalansak bo'ladi. Mana shu formulalarni keltirib o'tamiz. Birinchi formula, demak, o'zgarmas sondan hosila har doim 0. Ikkinchi formula, x darajasida alfa ko'rinishidagi funksiyadan hosila olsak, alfa oldiga tushiriladi va x ni darajasi bittaga kamayadi. Agar xususan shu x emas birorta funksiya bo'lib kelsa, masalan kx plus b ko'rinishidagi funksiya, hosilasi xuddi shu tartibda olinadi. Daraja oldiga tushib, darajasi bittaga kamayib va keyin ichki funksiyadan ham qaytib hosila olib qo'yiladi orqasidan. Bu murakkab funksiya uchun yozilgan formula har biri. Endi xususan mana bu 1 taqsim u ko'rinishidagi funksiya minus 1 taqsim u kvadrat bo'lishi, ya'ni 1 taqsim x bo'lsa, hosila olsak minus 1 taqsim x kvadrat chiqadi. Nega? Chunki mana bundagi 1 taqsim x ni biz x ni darajasida minus 1 deb yozib,
mana shu formuladan foydalansak bo'ladi. Va yana xuddi shunga o'xshash ildiz ostida x dan hosila bu 1/2 ildizda x chiqadi. Buni sababi ildizda x ni biz x ning darajasida 1/2 deb yozib olishimiz mumkin. Va bu ikkita formulada ham x ni o'rniga u murakkab funksiya bo'lib kelsa, har biridan yana qaytib u dan hosila ko'paytirib qo'yiladi orqasidan. Keyingi formula a darajasi x ko'rinishidagi funksiyadan hosila a darajasi x ko'paytirilgan ln a ga teng ekan. Va xuddi shu yerda agar x emas darajada birorta yana funksiya bo'lib kelsa, shu funksiyani hosilasi ham orqasidan ko'paytirib qo'yiladi. Va xususan agar y darajasi x bo'lib kelsa funksiya hosilasi o'ziga teng ekan. Chunki ln y degan qismi bu 1 ga teng, shuning uchun yozilmaydi. Va bu yerda ham agar x ni o'rnida, ya'ni darajada funksiya kelsa, y darajasida o'sha funksiya yozilib, o'sha ya'ni yuqoridagi darajadan yana qaytib hosila olib qo'yiladi. 4-formula logaritmik funksiyadan hosila logaritm a asosga ko'ra x dan hosila 1/x ko'paytirilgan ln a ga teng. Va bu yerda ham x ni o'rnida agar biz u qanaqadir murakkab funksiya keladigan bo'lsa, 1/u ln a ko'paytirilgan u dan hosila deb yozishimiz mumkin. Bu yerda endi logaritm a asosga ko'ra emas, y asosga ko'ra bo'lsa, biz bilamiz ln funksiyani beradi bu. Xullas ln x funksiyadan hosila 1/x ga teng. Ya'ni ln a degan qismi yo'q, ln y bo'ladi, bu 1 ga teng bo'ladi. Endi agar bu funksiyamiz ln x emas, ln u bo'ladigan bo'lsa, funksiya bo'ladigan bo'lsa, x ni o'rnida 1/u yozilib, keyin x dan hosila olib qo'yiladi. Keyingi anaqamiz sinus funksiyadan hosila kosinusga teng ekan. Kosinus funksiyadan hosila esa minusdan sinusga teng ekan. Va endi bu yerda funksiyani, ya'ni x ni o'rnida u funksiya bo'lsa, orqadan mana u dan hosilalar ko'paytiriladi har doim. Keyingisi tangens funksiyadan hosila 1/sin kosinus kvadrat x. Keyingisi kotangens x dan hosila esa minus 1/sin sinus kvadrat x ekan. Va undan keyingisi arc sinusdan hosila 1/sin ildizda 1 minus x kvadrat. Agar arc kosinus bo'ladigan bo'lsa, minusdan 1/sin 1 minus x kvadrat ildizda. Endi arc tangens bilan arc kotangensniki, arc sinus bilan arc kosinusniki bir-biriga o'xshash, faqat oldida bitta minus bilan farq qiladi arc kosinusda. Arc tangens bilan arc kotangens ham xuddi shunaqa bir-biriga o'xshash, faqat minus bilan farq qiladi. Arc tangens x dan hosila 1/sin 1 plus x kvadrat. Arc kotangens x dan hosila esa minus 1/sin 1 plus x kvadratga teng. Va bu yerda ham x emas, o'rnida qanaqadir u degan funksiya keladigan bo'lsa, har bir formulalar orqasidan o'sha ichkaridagi u funksiyadan hosila olib qo'yilishi shart. Va asosiy hosila olish jadvallari mana shu jadvallar formulalardan foydalanib biz funksiyalardan hosila olishimiz mumkin. Va bunga doir mana ba'zi misollarni doskada ko'rsatib beraman. Xo'p, misol uchun birinchi misol bo'lsin. fx funksiya sifatida yozaylik, quyidagicha bo'lsin. X ning 4-darajasi minus 3x kvadrat plus kosinus x bo'lsin. Hosila olaylik. Qanaqa hosila olinadi? Mana f dan hosila barobar. Birinchi va ikkinchi funksiyalar bilamiz. X darajasi n ko'rinishda turibdi. Shuning uchun biz orqadagi ikkinchi formula edi, adashmasam, o'sha formuladan foydalanamiz. Ya'ni darajani oldiga tushirib, x ni darajasini bittaga kamaytirishimiz kerak. 4 minus 1. Minus endi son bo'lsa oldida turadi. Va x kvadratdan hosila. X kvadratdan hosila olganda yana 2 oldiga tushadi. X ni darajasi esa yana bittaga kamayadi. Minusdan 1. Va keyingisi esa kosinus x dan hosila. Biz boya ham
formulalaashida tayyor bor edi. Cosinus xdan hosilan minusdan sinus x ga teng edi. Mana shu holatda bo'ladi. Va endi buni soddalashtirib yozib qo'yishimiz mumkin. Soddalashtiradigan bo'lsak, birinchisi 4x ning kubi qoladi. X ning kubi. Keyingisi esa minus 6x ning birinchi darajasi bo'ladi. Birinchi daraja yozilmaydi, shundoq bor deb tushuniladi. Keyingisi esa plus bilan minus bitta joyda kelgani uchun bu minusni beradida sinus x ga teng bo'ladi. Demak, yuqoridagi funksiyani hosilasi mana shu 4x ning kubi minus 6x minus sinus x ga teng ekan. Mana shu demak birinchi formula. O'sha yerdagi formulalardan foydalanilgan misol. Endi yana boshqa misol tushuntirib beraman. Boshqa misol endi ko'paytmani va bitta bo'linmani hosilasiga doir misollar tushuntirib beraman. Mana yangi bit ochib olaman. Ikkinchi misol bo'ladi bu. Ikkinchi misol bunaqa funksiya berilgan bo'lsin. Y barobar kasr chizig'i bo'linmani hosilasiga doir bo'ladi bu. Xo'p, x ning 4-chi darajasi, mayli oldida mana soni ham bo'lsin. 2x ning 4-chi darajasi taqsim logaritm 3 asosga ko'ra x bo'lsin. Funksiyadan hosil olib ko'raylik. Qanaqa hosil olinadi mana? Y shtrix so'roq. Nima qilamiz? Demak, u taqsim v ko'rinishida turibdi. Biz formula yozgandik boya. Shu formulani bu yerda yozib qo'yaman yana. U taqsim v dan hosil a. Demak, qanaqa bo'lardi? Birinchi suratidan hosil olinardi va mahrajini o'ziga ko'paytiriladi, minus qo'yiladi. Keyingi safar esa teskarisi suratini o'zi turib mahrajidan hosilaga ko'paytiriladi va mahraji esa oldingi mahraj kvadratga oshiriladi. Mana shu formuladan foydalanib, demak, hosilasini topishimiz mumkin, kasrni. Xuddi shu formuladan foydalanamiz bu funksiyani hosilasini topganda. Mana y shtrix barobar yuqorida birinchi 2x ning 4-chi darajasidan hosil olishimiz kerak. 2x ning 4-chi darajasidan hosila mana 2 turadi. 4 oldiga tushib, x ning darajasi bittaga kamayadi. Demak, 4 minus 1. Aslida 3 deb yozib qo'ysak ham bo'lardi. Ko'paytirilgan mahraj shundoqligicha yoziladi. Logaritm 3 asosga ko'ra x ni o'zi. Kasr chizig'ini uzunroq qilib qo'yamiz. O'rtada minus. Keyingi safar esa teskarisi. U uni o'zi turadi. Ya'ni 2x ning 4-chisini o'zi turishi kerak. Bu ko'paytiriladi endi logaritmdan hosilaga. Logaritm a asosga ko'ra x dan hosila boya yozgandik. 1 taqsim x ln a ga teng edi. Mana 1 taqsim x ni yozamiz va ln a degan joyda ln 3 deb yozishimiz kerak. Xo'p, mahrajida esa oldingi mahraj kvadratga oshiriladi. Ya'ni logaritm 3 asosga ko'ra x ni qavsga kvadrati deb qo'yamiz. Va buni biz boshqacharoq ham yozishimiz mumkin. Hozir bu yozishlarni ham ko'rsatib beraman. Va bu yerda qisqaradigani bor. Mana bitta darajasi bilan mana bu yerda bitta x ketadi. Bu yerda 3 tasi qoladi. Keyin soddalashtirib, qolganlarini soddaroq ko'rinishda yozib qo'ysak bo'ladi. Ya'ni barobar bo'ladi bu. Kasr chizig'i. Yuqorida 8. Kasr chizig'i sal kichikroq chizsam ham bo'lsa kerak. Sababi unaqa katta bo'lib ketmas. 8 x ning kubi va logaritm 3 asosga ko'ra x ni o'zi minus keyingisi esa kasr chizig'i bilan yoza qolaman yana. Kasr chizig'i bilan mahrajda suratida 2x ning kubi bo'ladi. Taqsim mahrajida ln 3 ni o'zi. Buni mahrajda esa logaritm 3 asosga ko'ra x ning kvadratini biz kvadratini mana bu yoqqa qo'ysak ham bo'ladi. Mana shu ikkalasi bir xil holat. Demak, bundan ortiq soddalashtirib bo'lmaydi. Soddalashtirsak ham umumiy mahraj berib, yana mahrajiga tushirib yuborishimiz mumkin, lekin umuman olganda shart emas. Demak, bo'linmani hosilasi mana shu holatda, ya'ni
udan hosilaga ko'paytirilgan v minus uni o'zi vdan hosila taqsim vning kvadrati ko'rinishidagi formuladan foydalanib mashg'ulot holatda topilar ekan.